Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Bugun bizning yuklarimiz Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan Toshkent yuk taqsimlash markaziga yetib keldi hamda urug'larimiz sotuvga tayyor. Biz bilan bog'langan holatda xarid qilishingiz mumkin. Ayni paytda yuk taqsimlash markazida 600 tonna Hongtay 66-36 hamda 100 tonna Xiaolong 73 navlari hozir tayyor va ushbu navlarimiz glifosadga, gerbitsidga chidamli navlar hisoblanadi. Ularımizga telefon orqali qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali ham bog'lanishingiz mumkin va biz siz joylashgan viloyatga yuklarni siz bilan shartnoma tuzganimizdan keyin jo'natib beramiz yoki o'zingiz aynan mana shu yerga kelib yuklarni olib ketishingiz ham mumkin. Ko'rib turganingizdek, biz yuklarni tushirish jarayonidamiz va urug'larimiz maqbul va kerakli sharoitlarda saqlanishini biz kafolatlaymiz. Mutaxassislarimiz bilan telefon orqali bog'laning va 2026-yil uchun yuqori hosildor Hongtay chigitlarini xarid qiling va bizning yil davomida hamkorimizga aylaning.